Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylashayotgan aziz vatandoshlar, hammanglarga fidoyi do'stlar, Ahmad Qashqaridan o'tliq salom, oliy ehtirom. Biz hozir deb o'tganimizdek mustaqillik kurashimiz uchun zarur bir iqtisodiy manbani hal qilish uchun Cumhuriyet Partiyasi bizning siyosiy yo'limizlik masalalarni hal qilish nishoni bilan o'tirg'i chiqdik. Undaqda buning uchun biz yana bir Sharq Turkiston fondi, ya'ni shu diasporadagi real masalalarni hal qilish uchun Sharq Turkiston fondi qurishga ehtiyojimiz tug'ildi. Hem Sharq Turkiston fondi orqali biz ikki unumga yetamiz. Birinchidan, hozir Cumhuriyet Partiyasining a'zolari har qaysi davlatlarda bor, yolg'iz Belgiyada emas. Bunda bo'lgankin bu partiyaning a'zolaridan a'zolik bedelini Belgiyaga ekilish masalasi bo'ladi. Davamlıq aydırımdan mangan yo'lovchilar orqali pul solishningki yo'li ravon bo'lmaslikdan boshqa bu yana biroz xatar bor. Chunki Belgiyada bulutma siyosiy partiyalarning iqtisod boshqarishiga nihoyat qattiq qaraydi ekan hukumat. Bu siyosiy partiyalarning pul juyishga chechilib qolmas ekan deb nihoyat diqqat qiladi ekan hamda. Bo'lgandan keyin siyosiy partiyalarning chet ellardan iyoni qabul qilishi umumyuzlik cheklandi-chu. Uningdan boshqa chet ellardan Belgiyaga kirgan puldan bajarilgan bir ish bor. Fikr Yevropa davlatlarida o'rtaq bu ish. Naqd pul yo'tkalmaydi odatda, bankdan yo'tkalish kerak. Bankdan yo'tkalgandan keyin buningdan hukumatning oladigan puli bor. Endi qanday qilsak buni azaltaymiz deb o'ylasak, biz bir Sharq Turkiston fondi qurdik ekanmiz. Boshqa siyosiy partiyalarmi Belgiyada yoki Yevropaning boshqa yerda mushtaq usul qo'llandi ekan. Bular bir fond orqali kirdi ekan. Bunday qilishga sabab fond orqali boshqarilgan pul davlatning moliya sistemasidan va moliya nazoratidan o'tadi. Har bir tiyin pulning hisobini berdi. Fondni boshqaruvchi va boshqa odamlar fonddan foydalansa bo'lmaydi-chu. Buningdan xalqan chiqish bo'lmaydi. Endi har bir narsaning imzo o'rni bilan mangdi. Shundan boshqa bular fond orqali mangdirdi-ki, bu chaqda davlat andan bu pul bizning kontrolligimiz tushdi, bizning nazoratimiz ostida deb qarab, buni bir qonunli hisobotlar ekmangil bo'ladi. Ham buningda bir tarafdan pullarning qonunli kirishiga yo'l ochiladi, yana bir tarafdan pulga to'laydigan rasmiyatni Yevropadagi davlatlarga sirtdan pul kirish to'laydigan, elinadigan bajdan saqlanib qoladi ekanmiz-da fond orqali. Yana biri andan bizga berilgan pullar orqali boshqa joylardagi bizga pul mang'izgan shaxs va tashkilotlar bizga yoniqan va yoki topshirgan a'zolik badalini o'zining chiqimiga ko'rsatib turib, o'zining bejidan kechirim qilib oladi endi. Bu ahvol har qaysi davlatlarda o'xshamaydi ekan. Masalan, Gollandiyada bo'lsa, Gollandiyadagi bir a'zo bizga a'zolik badalini topshirsa va yoki iyoni topshirsa, uning bir yillik hukumatga topshirgan bejidan bizga topshirgan pulini chiqarib o'tadi-chu, shu kirim isbotini ko'rsatamiz hukumatga. Bu chiqim qilgan pul hisoblanib, baj hisoblanmaydi bu pulga. Shunga Sharq Turkiston fondini qurish zaruriyati tug'ildi. Keyingi bet ko'rsak. Bu Sharq Turkiston fondining manbasini asosida bizning partiya a'zolarining a'zolik badali orqali va boshqalarning iyoni mablag'i orqali shu fondga yurgizib, pulning qonuniyligini kafolatligi qilish. Uningdan boshqa yana xalqaro shu iyoni mablag'i va partiya a'zolik badalini mablag' qilib turib, xalqaro organlardan tur iltimos qilish. Hozir biz bir nechta turni ko'rsatyapmiz. Iyoni mablag'i va a'zolik badalidan foydalanib bu turlarni qo'zg'atib ketish ishonchimiz bor, Alloh xolisa. Onundan başqa madaniyat va kapital mahsulotlarga bir mablag' solib, buningda bir qo'shimcha qiymat yaratadigan. Masalan, bizning bayroq, iznak va yoki boshqa bizning belgilarimiz tushirilgan partiyaning siyosiy buyumlariga tushirilgan mayka va yoki boshqa narsalar orqali biz yana ozroq bir qo'shimcha qiymat yarata olishimiz mumkin. Onundan boshqa ishonchlik bir mablag' soladigan kapital va aylanma mablag' yurgizgilik bo'lgan bir imkoniyat bo'lsa, Nobelnikiga o'xshash biz bir muqim mablag'ni tutib partiyaning mablag'ini yo'qotib etmasak, shu mablag'ning aylanmasidan kirgan foyda orqali partiyaning chiqimlarini xalqaro organlardan tur iltimos qiladigan, advokat yollaydigan, bu ishlarga xarjlaydigan pulni shunday foydasini chiqara oladigan bir mexanizm turg'izib olsak, nihoyat yaxshi bo'ladi deb qarayman. Nobelning pulini yilda necha million taqdim atqali 100 yil bo'ldi tugmadi, u pul bexsitda aynib mengib etib qarsak, biz mana shunday bir ishlarni yurgizib qola olsak, bak obdan bo'ladi-chu. Şun Sharq Turkiston fondi maxsus mushkil shaklda kapital va aylanma mablag' maxsus turini yurgizadigan bir xil shaklda o'tirg'izishni plan qildi. Bizga onu navod ko'pchilikda yaxshi bir plan bo'lsa, mundaq bir ziyni nihoyat oz, ammo muqim bir yurishadigan mablag' va deb plan qilib qolsa, uni bizga doklad sifatida sunsa va yoki bizning olim ziyodalarimizda boshqa bir fikr bo'lsa, buni yana bizga sunsa, bizda mundaq bir fikr va buningga bir mablag' lazım, bunchalik mablag'lar mundaq unumga erishkil bo'ladi desa, biz buni mablag' boshqarish masalalari orqali va yoki bizning boshqa aqldorlarimiz orqali tafsili tekshirib, jarayon natija nazorat qilib, bunga biz mablag' chiqarib bersak bo'ladi. Bu xil shaklni o'ylashdik.
keyingi betga o'tsak. Lekin asosli manbasi o'zimizga tayanishgan hisobda. Asosli manbasi Nima uchun xalqaroliq masalan NED degan o'xshash deydi ism ya'ni. Cho'qim uningdek demoqchiman. Shunga o'xshab turgan xalqaroliq fondlardan yordam olish buning asos yoki qo'shimcha qilinmadi. Buning qo'shimcha qilindi. Men yozdim-ku xalqaro organlardan tur iltimos qilishda. Biz Yevropa Ittifoqining bir nechta turini qardim. Bizga muvofiq keladigan turlar borki haqiqatan. Yani buni tafsilda o'ltirishning o'rni yo'q. Ammo mush xalqaro organlardan va Yevropa Ittifoqining bo'lsin har qanday bir organdan tur iltimos qilib qolsak biz navoda bir ishni muayyan bir ish uchun ola olamiz-ku. Muayyan bir faoliyat uchun. Bir maktab ochmoqchi yoki Poloniyada mundaq bir faoliyat qilmoqchi yoki Poloniyada qilgan manchilik musofir va bu musofirlarning masalasini hal qilmoqchi degan bo'lsak, shu ish uchun birdir, shu ish uchun xarjlay olamiz. Uni biz kapital va aylanma mablag' qilib fondning ichida to'xtatolmaymiz-ku. Ammo meyada hozir Sharq Turkiston Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasi İslamiy siyosiy partiya ve Xitoyning qarshisidagi bir partiya bulashish bilan xalqaro organlar uningga qanday yordam qila oladi? Masalan, bunda biz buni belgilanmalarga uyg'un kelmay qolgan Ya buni biz foundation orqali iltimos qilamiz. Bu xalqarodagi nurg'un organlarning odatda siyosat bilan jiq ishi yo'qchu. Biz bir odamning qo'sig'i osh qoldi deymiz, u odamning siyosiy ko'rinishi bilan hisoblashmaydi ular. Bir odam musofir bo'lib qoldi deymiz, uning musofirligi bilan hisoblashadi, siyosiy ko'rinishi bilan, uning Xitoy bilan bo'lgan siyosiy maydoni bilan ishi yo'qchu ularning. Şoň biz xalqaro organlardan özümizge mos keladigan organlardan Sharq Turkiston fondi orqali aş turning o'zini iltimos qilamiz. Bunun partiya bilan bevosita aloqasi bo'lmaydi. Faqat partiya buni siyosatdan moslashtirib turdi, o'rinlashtirib turdi. Buning kerakli odam va kerakli siyosiy yo'llarni dastlabki selingan mablag', advokat yollash qatorliq masalalarga sirtdan yordamlashadi degan gap. Sharq Turkiston fondining nishoni asosligi yana vatanning mustaqilligi uchun bir iqtisodiy manba paydo qilish. Biz hozir ko'ryapmiz, bizning ma'rif, madaniyatga atalgan bir necha fondlarimiz bor, masalan Uyg'ur Yar fondi shunda yaxshi menyapti, yaxshi o'zining mas'uliyatini ado qilyapti. Yaqinda yana boshqa tashkilotlarning bir necha fond tizimga olganligini angladim. Anda bo'lgankin bizning qiladigan xizmatimiz asosli siyosiy xizmatga qartilgan burunda shunday bo'lish kerak. Bizda balani o'qitish uchun, ma'rif uchun ko'zimiz ko'riblar ming-o'n qashlaydigan, ammo mustaqillikdek bizning jon negizimiz, umurtqimiz uchun 10 koy, 20 koy qashlab boqmagan odamlar nurg'un bo'lishi mumkin. Shunlashqa men bizning navbatdagi Sharq Turkiston fondining asosiy nishoni hamda hukumat va boshqa xalqaro organlardan elingan qaratmalik turlarda u pulni biz chiqalanmaymiz. U qaysi qaratmalik turiga elingan bo'lsa, shu qaratmalik turiga qaratildi. Albatta bu turlar ko'pincha ijtimoiy turlar bo'lishi mumkin. Madaniyat, ma'arif, axborot, nashriyat va yoki kishilik huquq qatorliq turlarga elinish mumkin. Ammo Sharq Turkiston fondi nuqul Sharq Turkiston mustaqilligini nishon qilgandiki, siyosiy qonun tadqiqot, nupuz va xizmat moslashtirish, ma'rif va madaniyat maxsus fondi, axborot va nashriyat maxsus mustaqillikni nishon qilgan xalq ichib o'tgan tur iltimos fondi, masalan, xalq o'zi muayyan pulni, meni ma pul bilan men maoshni qilmoqchi desa, biz uni boshqarib bera oladigan va yoki menda bundaq tur bor, buning pul lozim desa, biz u turni ilmiylashtirib bera oladigan va yoki menda ma pul bor, bu pulni o'zinglar Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun bir kerakli turga ishlatildi desa, uning bir tur ko'rsatib bera oladigan bir xil holatni barliqqa keltirmoqchi bo'ldik. Endi bu ishni qilish jarayonida his qildim, men yolg'iz bunchalar ishlarning hammasiga aql ko'rsatib ulgurib olmaslik mumkin. Ba'zi sohalarda minimal kasbiy deb ketib bo'lmaydi. Buningga biz azroq bir kasbiylashgan, bir tadqiqot o'rniga o'xshab ketadigan bir o'ringa muhtoj bo'ladi ekanmiz. Bu pullarni boshqarish, Sharq Turkiston fondiga keladigan pulni va uni pulni aylantirishni va uni qaysi sohaga xarjlashni, qandaq faoliyatlarni qadam bosgan planlashni biz bir aql ambiriga ehtiyojli bo'ladi ekanmiz. Odatda har bir davlatning bir aql ambiri bo'ladi, siyosiy partiyalarning shuning bilan bizning bir aql ambiriga ehtiyojimiz tushdi. Keyingi bet ko'rsak. Shuning bilan biz iqtisodiy masalani Sharq Turkiston fondi orqali hal qilgandan keyin bizning aql ambirimiz masalasini Sharq Turkiston instituti, ya'ni Sharq Turkiston tadqiqot o'rni orqali hal qilmoqchi bo'ldik. Endi hozir bir nechta tadqiqot o'rni qurildi. Nihoyat yaxshi bo'ldi, ularning qurilganini o'ziga tegishli xizmat o'tayotdi. Biz nuqul Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun boshqarib turgan va Sharq Turkiston fondining kirgan bu pullarni qayerga ishlatish masalasini, xalqaro organlardan pulni qanday iltimos qilish, bu qadam bosqichdan planlash masalasini mush aql ambiri, ya'ni Sharq Turkiston instituti orqali hal qilishni o'yladik. Keyingi bet ko'rsak.
Endi Sharq Turkiston institutining vazifasi mustaqillikni oxirgi nishon qilgan bir aql ombir qurish endi. Bir jumla gaplar aytsak. Endi xalqaro vaziyat, ikkinchidan bu Sharq Turkiston vaziyati, xalqaro organlarning yuzlanishi, ehtiyojini analiz qilish. Ularga doklad sunish orqali ularni texnik ilg'or usullar bilan ta'minlab, bizning mustaqilligimiz uchun bir ommaviy tuproq hozirlash. Bizning asos nishonlarimizning biri. Endi bu nishon uchun Sharq Turkiston mustaqilligi uchun konkret tadbir tuzadigan, qadam bosqich planlaydigan, xalqaro organlardan muvofiq bo'shliq va tur mablag' izlash Sharq Turkistonning mustaqilligi haqida. Irqiy qirg'inchilik va mustaqillik masalasini cho'raydigan holda ilmiy mukofot maqola temasi bilan ta'minlab, dunyodagi cho'ng jurnallar, universitetlar bilan bir hech bo'lmasa mukofot maqola yoki bir qarorli konferens o'tkazish shakli bilan o'zimizning ideyasini counterda taqib Sharq Turkiston mustaqilligiga har qaysi demokratik ellarda bir ijtimoiy tuproq hosil qilishni o'ylashdik. Aqlan biri. Analiz, doklad. Aman bo'linglar, sizlarni Janob Alloh topshirayli. Aldığımız günlerdeki baş programda görüşürüz.